insonni dardini o'ylayaptilar. Mana tushunyapsizlar-ku? Kimdir buni tushunadi, kimdir o'ylaydiki, ha, qaror chiqdi tadbirkorlik bo'yicha, qaror chiqdi u bo'yicha. Lekin shuni tagida eng oliy maqsadi xalq tagida turibdi-da shuni. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Mana shu yangi O'zbekistondagi bo'layotgan bugungi kundagi siyosati, hurmatli prezidentimiz, mana bilasizlar, oilaviy tadbirkorlik qildik. Keyin bizani bank tashkil qildi, TPP bilan birgalikda masalan 306-qarorda o'rta kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha ishlar qilindi. Eslasanglar, 2 yil oldin ishlatildi, boshqa qilindi. Bu bilan har bir mahallaga kirib bordikda, banklar, mana mahalla bankiri, hokim yordamchilari bordilarda, tadbirkorlikda daromad qilib bilaman degan aholi tiklab oldi o'zini. Va bilimim bor yoki qilaman, mana Behruzga o'xshagan yosh bolalar mana tadbirkorlik qilib oldi. Kichkina biznes qilib oldi. Oilaviy biznes qildi, to'g'rimi Behruz? Endi nima qoldi endi? Hozir kelib. Endi shunaqa qatlam qoldiki, bular bize yordam berishimiz kerak endi birgalikda sizlar bilan. Mana shunaqa keldik, mana shunaqaga taqaldik endi. Biz taqal qilyapmiz hozir. Har bitta mahallada kamida 3000 ta shunaqa aholi bor ekan. 3000 ta. Har bitta mahallada. No, где-то Namanganda ham masalan o'rtacha bir 50 ming, 60 ming bo'lishi mumkin. Masalan, taxminan aytyapman. Точно sifram yo'q. Lekin bular ham o'zimizni nimalarimiz-ku, yurtdoshlarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni ota-onalar, to'g'rimi? Qarindoshlarimiz. Bizlarniki-ku o'sha u Amerika yoki Koreya yoki Yaponiyadan emas-ku fuqarolar, o'zimiz fuqarolarimiz. Ya'ni biz ularga yordam berishimiz kerak. Bunaqa odamlar mana kecha men o'zim bordim. Davlatobod tumaniga bordik, kirdik, ko'rdik. Bitta okaxon, uzr, akaxon mana yosh katta yig'layapti-da, ko'rib yurangiz ezilib ketadi. Muammolarni eshitib yurangiz ezilib ketadi. Invalid, masalan, chiqolmaydi, boshqa qilolmaydi. Lekin daromad yo'q. Davlatda berayotgan nafaqasini yashayapti. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Mana shunaqa qatlamlarga bizlar ish o'rin yaratib berishimiz kerak. Tashab qo'yishimiz kerak emas. Albatta bu majburan emas. Masalan, men aytolmayman, mana yo'q. Ni в коем случае. Men taklifim sizlarga, sizlar o'ylanglar shuni deganim. Biz sizlarga yordam beraylik, sizlar bizga yordam beringlar deyapman. Masalan, mana akamiz aytayapti, mana shunaqa taklifim bor. Kecha mana akamiz aytdi, 10 million xalqqa bersangiz, men qo'shimcha 1000 o'rin yaratib beraman dedi. Menga ma'qul shu takliflar. Keyin aytayapman, mana shunaqa qatlam bor. Menga ro'yxatini bering deyapti. O'zimiz o'qitamiz, bizlarda imkoniyat bor, mashina ham bor, avtobus bor, olib kelib ishlatamiz deyapti. Agarda u ham bo'lmasa, men iltimosim qaysi biznes bilmayman, har xil biznes bor. Uy sharoitida qilishimiz ham mumkin shu narsalarni. Masalan, tekstilni ham uy sharoitida qildirsa bo'ladi. Qaysidir yo'nalishda. Bitta masalaga aytmayman, qaysi viloyat, qaysi tuman